Yechmay qoling, sekin yurishingizni olib ko'ramiz. После operatsiya kelgan bemorimiz. Mana bugun kechqurun bo'lsa ham boshlaymiz. Qaysi yoqqa beryapti? Ham skolyoz, ham to'rtta grija. Qaytaring. Qancha bo'ldi buni operatsiyaga? 2 yil oldimi? Ha, 15 yil oldin ham qildirdingiz, yaxshi. Jarrohlik qilib qildirgansiz, kestirib, 12,5 bo'lib ketibdimi? Ha, kattasi. 12,5 bo'lib ketib, bitta 7 bo'lib qolibdi. Men qanday yuringchi? Aka. Aya, chiqaram kirib ketsa. Yaxshi. O, narigi opa ham sizga kelgan, birinchi kelgan. U yotibdi yerda. Qo'yib olgan. Dori darmonlar oldingizmi, lecheniyalar mengacha ham? Yaxshi, yo'q, mengacha ham davolandingiz yana, qo'ldorilar oldingiz. Xo'p, bugun birinchi kunimiz endi. 5-kuni ham bitta olaman demoqchiman. Ilgari kuni больницаdan chiqdingiz, yaxshi. Bunday borib kelasiz. Necha metr yura olyapsiz? 10 minutdan keyin shu yerda. 10 minutdan keyin shu yerda unda. Yaxshi. Sekin boringchi. 10 qadam yurardingiz, kelganingiz, devorni ushlab yurardingiz siz. Siz ham olganman. Bo'ldi, qaytaring, opa. Tortamiz endi. Bugun birinchi kun tortishimiz hozir. Kelasiz kushetkaga. Уже aqsashingiz ko'payyapti-a? Ichadan keyin g'ijillab shu edi. Qiyshayib skolyoz ham bor-da sizda. Bo'ldi, kushetkaga yoting opa, bir yo'l marshi keling. Bugun birinchi kun endi hali tortganimiz olmay qolamiz, 5-kuni olamiz. Yaxshi. Yotaring. 5-kun tugatdik-a? Operatsiyadan keyin qaytalandingiz. Nechida? 11, 12 mida? 12 razmeri va 7 mm. Hop. Onangizni ham davoladik, sizni ham davoladik. Endi yotgan holatda rejim bo'ldi, qaytaring opa. Oyoqqa qanday berardi, qanday holatda berardi sizga? Mana chap oyog'imni tortib, Operatsiyani jarrohlik qilgansiz-a? Jarrohlik operatsiya qilgansiz. Andijonda qiluvdingizmi, klinikada? Farg'onada qiluvdingizmi? Yaxshi, xo'p. Endi opa, biz ham bu yerda tortib ochib qo'ydik umurtqangizni, g'arslatmani manual terapiya qildik. Birinchi, ikkinchi kunlardan keyin qo'yib yuborishni boshladi. Endi kimda qanaqa o'zgarish bo'ladi, bizga ham qorong'i. Operatsiyada qaytalanar ekan, boshidan o'tdim mana. Qaytalanish aniq ekanmi demoqchiman-da. 12-7 chiqdi-da. Ha, demoqchimanki, agar tomografiyasiz kelganingizda edi, opa qaytalanib qopti desam, men operatsiya qildirib yuborganman deyishingiz mumkin edi-da. Tomografiya bo'lganligi uchun ishondingiz. O'zingiz ishondingiz qaytalanganligiga. Endi opa yotib gimnastika, yotib mashq qilasiz, 1 oydan keyin bitta kelasiz. Necha foiz o'zgarish bo'ldi sizda? Yurak engashi, yurakni keluvdi. Ha, shu boshda olgandim. 50-60% bo'ldingizmi? Ha, bu. Yaxshi. Siz tomondan ko'pchilik keladi bizga Quvadan ham. Demoqchiman, qarindoshlaringiz keluvdimi? Qarindoshlaringiz bo'ladi. Endi bu bilan men nima demoqchiman? Agar hozir erkak kishi bo'lganingizda edi, belingizni ochib ko'rsatardik. Men chandig'ini, operatsiyani chandig'ini. Endi hozir ayol kishisiz ko'rsatmaymiz. Operatsiya 100% kelajakda qaytalanadi demoqchiman bu bilan. Hali grija bo'lganlarga mana ko'rib qo'yilaman. Onangiz ham 2 yilda qaytalanibdi. Onangiz ham 2 yil oldin bo'ldi. 2 yil oldin operatsiya bo'ldi, yana qaytalanibdi. Demoqchimanki, xudo xolasa, etap-etap yana bitta etap kelasiz, yana bitta yurib borib kelib berasiz-a? Endi lecheniya jarayonlarini ko'rsatmadik. Yaxshi, endi shu holatingizga ishonib ko'cha-kuyda yurmang. 1 oy yotasiz opa uyda. Qattiq joyda. 1 oy uyingizda qattiq kushetkada, taxtali joyda yoki ortopedik matraslar bo'ladi. Shunda yotasiz. Yotgan holatda gimnastika qilasiz. Mashqlar-a? Shunaqa qilasiz. Xo'p, tavsiya berasizmi operatsiyani qildirmoqchilarga? Shu maqsad operatsiyadan saqlanish, operatsiyasiz davolanishni targ'ib qilish. Manual terapiya bilan davoladik sizni. Sog' bo'ling, opa, gimnastikalarimiz qilasiz. Yana. Xo'p, sog' bo'ling, opa. 80% o'zgarishlar bor. Xo'p, opa.